Xo'p, hammaga assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun navbatdagi darsimiz SMM haqida bo'ladi. SMM o'zi nima? Ko'pchilik SMMni faqat videoga olish, rasm joylash deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. SMM bu boshqa narsa. Keling, qisqacha detalni tushuntirib o'tamiz. SMM bu inglizcha so'zlardan bosh harfidan olingan, ya'ni social media marketing, ya'ni ijtimoiy tarmoq marketingi. Marketingning bu bir bo'lagi. Tasavvur qiling, bitta etajda 6 ta misol yoki 5 ta xona bo'ladigan bo'lsa, o'shani bitta xonasi bu SMM bo'limi. U boshqa xonalar ham bor. Etap-etap ularni ham ko'rib chiqamiz. Ya'ni hozirgi mavzu darsimizda SMM bo'limi haqida gaplashamiz. SMM o'zi nima, nimalarga javob beradi? Shu haqida qisqacha gaplashamiz. Xo'p, asosan hozirgi paytda nega talab oshib bormoqda? Nima uchun SMM mutaxassislarga misol ehtiyoj kattalashib boryapti? Qisqacha tushuntirib o'tadigan bo'lsam, oldinlari televideniya marketing, an'anaviy marketing juda ham ommalashgan edi. Hozir ham qisman bor, yo'q emas. Hozir ham katta auditoriyalar, yoshi kattalar televideniya qarshisida soatlab o'tirishibdi. Lekin oramizda menimcha kunda 7 soatlab, 8 soatlab televizor ko'radigan insonlar oramizda yo'q bo'lsa kerak. Lekin 6 soatlab, 7 soatlab mana shu telefon orqali qanaqadir muammolarini hal qiladigan va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadigan insonlar oramizda bo'lishi mumkin. Masalan, siz ham bo'lishingiz mumkin. Xo'p, demak, ijtimoiy tarmoqlar borgan sari rivojlanib boryapti, insonlar diqqat e'tiborini o'ziga jalb qilyapti. Bu ham bir marketing, bu ham bir katta strategiya, bu ham bir katta insonlarni e'tiborini tortish, diqqat markaziga jalb qilish uchun qilingan juda katta ish desa ham bo'ladi. Buni orqasida ilovani orqasida juda katta dasturchilar, psixologlar, data analitiklar, ko'plab insonlar orqasida turibdi. Ya'ni maqsad algoritmlarni yangilash, insonlar e'tiborini ko'proq ushlab turish uchun. Va maqsad nima deydigan bo'lsa, maqsad buning orqasida reklama. Ya'ni tadbirkor biznes egalarini mahsulotining xizmatini o'sha e'tibor bor joyda pul bor deyishadi-ku. Xuddi shunaqa e'tibor markazida insonlarni jalb qilish va o'sha diqqat markazidan maksimal darajada foydalanish. Shunday ekan, ushbu reklama maydonida faqat reklama ko'ruvchi emas, kontent iste'mol qiluvchi yoki tomosha qiluvchi emas, kontent chiqaruvchi bo'lishga harakat qiling. Insonlarning e'tiborini o'zingizga jalb qilsangiz, qaysidir ma'noda insonlar sizni tanishni boshlaydi. Sizni xizmatingizni sotib olish ehtimoli oshib boradi. Sizga hurmat oshadi, ishonch oshadi va ishonch oshgan sari sizga pul to'lash imkoniyati ham borgan sari oshadi. Albatta, bo'lib ham YouTube'da juda ham zo'r platforma hisoblanadi, chunki bu yerda ko'proq sabrli insonlar. Instagramga o'xshab 30 sekund, 40 sekundda 5 ta 10 ta reelslar ko'radigan insonlar emas, sabrli, vaqti bor, bitta narsani o'rganib, oxirigacha olib boradigan insonlar qisman bor. Chunki hozirgi paytda insonlar diqqat markazi 7 sekundga tushib qolibdi. Hattoki oltin baliqda ham diqqat ushlab turish sekundi 9 sekundmi deb eshitgandim. Insonlarning shundan ham tushib ketyapti ekan. Shuning uchun maksimal maslahat beraman, Instagramda qanaqadir videolarni ko'rib, qanaqadir ma'lumot olaman deyishdan chetlaning. Agar qanaqadir soha bo'yicha o'smoqchi bo'lsangiz, nimadir o'rganmoqchi bo'lsangiz, YouTube'ga kiring, baraka topib YouTube'da o'rganing. SMM bu ijtimoiy tarmoqlarda biznesni rivojlantirish, yuritish va asosiy 3 ta maqsadi bor degan bo'lsa, birinchi maqsadi o'sha biznesni ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube, Instagram, Telegram, YouTube, TikTokda ommalashtirish va brend imijini yaratish. Ikkinchisi eski mijozlar bazasini ketib qolganlarni qaytarish, bor mijozlarni stabilni ushlab turish uchun ham ish jarayonlari bo'layotib turganligini, natijalar bo'layotganligini ko'rsatib borish, eski mijozlarga qanaqadir cashback tizimi yoki sarafan marketing xizmatlarini ko'rsatish orqali ularni qaytarish. Bu ham SMMda, ya'ni ijtimoiy tarmoq orqali qilsa bo'ladi. Uchinchisi, yangi mijozlar oqimini tashkil qilish. Mana asosiy SMMda vazifasi shulardan iborat ekan. Endi qisqacha aytadigan bo'lsak, talab nimaga oshib boryapti? Chunki tadbirkorlarga 80% tadbirkorlarga qulay tarafi Instagramda, ijtimoiy tarmoqlarda umuman reklama qilish, mahsulotini olib chiqish arzon platforma. Pul to'lash shart emas. Kontentingizni olasiz, sifatli holatda joylaysiz. Organik holatda mijozlarga ko'rsatishingiz, organik holatda mijoz jalb qilishingiz mumkin. Bo'lib ham target funksiyasi ham bor. Juda ham arzonga, atigi $1 ham o'rtacha 1000 ta insonga ko'rsatsangiz bo'ladi. O'zi o'ylab ko'ring, $1 target yo'qoladigan bo'lsangiz, o'rtacha 1000 ta inson ko'rsatsangiz bo'ladi. Endi $1 ga siz nechta flyer chiqartirib, nechta insonga tarqatishingiz mumkin? Yoki $1 ga yana qayerda reklama qildirsangiz bo'ladi. O'zi o'ylab ko'ring.
Shuning uchun hozirgi tadbirkorlar ham eng arzon va effektivniy natijasi yuqori bo'layotgan platformaki sohalardan biri SMM sohasiga pul tikishga tayyor va shu kabi soha mutaxassislarini birga ishlashga jalb qilib taklif qilishyapti, ya'ni offlayn holatda birga ishlashga. Xo'p, qisqasi aytadigan bo'lsak, SMM bu ijtimoiy tarmoq marketing, ya'ni SMM butun marketingga javob bermaydi. SMM bu kompaniyani ijtimoiy tarmoqlariga, ularning kontenti, kontent plani, storieslari, Instagramga misol uchun hozircha javob beradigan, misol uchun necha pul, qancha, qayer deganlarga ham javob beradi. Lekin bularni ham agar SMM komanda ochadigan bo'lsa, SMM agentlik bo'ladigan bo'lsa, har bittasini o'zi SMM turlarga, bo'limlarga bo'linadi. Ya'ni misol uchun SMM menejeri boshqarishi mumkin, videografni, bloggrafni, dizaynerni, copywriter, targetologni boshqarishi mumkin. Lekin umumiy holatda kichik o'rta bizneslarga bitta SMM mutaxassisini o'zi bemalol syomkasini olib, montajlarini qilib, copywriting maqolalarni yozish imkoniyati va target yoqish ko'nikmalarini ham SMM menejeriga darslar jarayonida berib borsa bo'ladi bemalol. Shu orqali bemalol shu kasb egasi bo'lsa ham bo'ladi. Endi kattaroq tadbirkorlar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, katta bizneslarda bitta o'zingiz hamma ishni eplay olmaysiz. Shaxsan o'zim ham boshlang'ich etapda hamma ishni qilaman deganman, ulgurmaysiz. Sifat darajangiz borgan sari tushib ketadi. Hammasini qiladigan inson bu hamma sohada parallelniy, xuddi 5 ta qo'lda bitta og'iz solgandek ulgurmas ekansiz. Shuning uchun tavsiya beramiz. Tajribani oshiring. Har bitta misol yo'nalishda misol qiyinchilikni ko'ring. Ana undan keyin bitta kattaroq loyihadan oladigan bo'lsangiz, marketingini, ijtimoiy tarmoqlarini boshqarishni boshlasangiz, jamoa yig'ish tavsiya etiladi. Ya'ni sohani mutaxassislarini pulini berib ishlatganingiz yaxshiroq. Lekin boshlang'ich etapda o'zingiz o'sha bloggraf ishini qilib ko'ring, copywriter. Hozir copywriterlarga misol uchun uncha ish qolmadi desa ham bo'ladi, chunki ChatGPT juda ham hozir ketdi, ommalashib ketdi va copywriterlarning ishini olib qo'yapti. Va community menejerlarda ham qisman 60% ishni yengillashtirib qo'yapti. Chunki chatbotlar chiqdi, sun'iy botlar insonlar bilan, mijozlar bilan o'z avtomatik gaplashyapti, ehtiyojlarini o'rganyapti, bergan savollarga javob berishni ham boshlagan. Shunday ekan, sun'iy intellekt rivojlanyapti. Bu degani bu ham bitta xavf. Ya'ni xavf qanaqa xavf? Siz ko'plab oson egallashi mumkin bo'lgan kasblarda egallashi mumkin, o'rnini bosishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha tavsiya etamiz. Maksimal darajada sohani mutaxassisi bo'ling va sun'iy intellektni siz o'rganing. U sizni o'rningizni egallashi emas, undan shunday foydalanishni bilingki, u misol xuddi pichoqqa o'xshagandek, pichoq bilan pul topsangiz bo'ladi, odamni o'ldirsangiz ham bo'ladi. ChatGPT bilan xuddi shunaqa ishingizni osonlashtirsangiz bo'ladi, pul topsangiz bo'ladi. Uzoqingiz yaqin qilsangiz, og'riq yengil qilsangiz bo'ladi. ChatGPT bilan misol uchun kerak bo'lsa har kun suhbatlashaman. O'zimning ideyalarimni misol aytaman, takliflarni so'rayman. Va lekin bitta minus tarafi bor, faqat fikrlashdan to'xtab qolish kerak emas. Chunki kerak bo'lsa shunaqa bolalar kuzatyapmiz, nima yeyishi, nima kiyishi, nima qayerga borishi, qanaqa kino ko'rishi, hammasini ChatGPTga topshirib qo'ygan. Hamma sirlarni, hamma ma'lumotlarni aytish bu juda xavfli. Shuning uchun sohangiz bo'yicha ma'lumot oling, o'rganing, ishlating. Bo'ldi shu. Bugungi darsimiz SMM o'zi nima, nimalarga javobgar, qisqacha tushuntirib o'tdik. Kelasi mavzularimizda yana ham kengroq, detalli kirib boramiz. Copywriting nima ish qiladi? Copywriting bu qisqacha aytib o'tdik. Qisqacha reel ssenariylarni, veb-sayt uchun maqolalar, posterlar, misol uchun SMM postlar uchun izohaga maqolalarni yozib beradigan kasb hisoblanadi. Kasb egasi hisoblanadi. Targeting bu ijtimoiy tarmoqlarda, Instagram, Facebookda reklamani maqsadli insonlarga yoqib beradigan inson. Bu bo'yicha kelgusi videomizda, sahifamizda target bo'yicha ham chuqurroq ma'lumot berib o'tamiz. Shuning uchun sahifamizga hozirdan obuna bo'lib qo'ying va kelgusi darslarimizda kuzatib boring, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.